Hammaga salom obunachilar. Bugungi videomizda har doimgidek Roblox o'yinida shu skin yig'ib ko'ramiz. Bo'lmasam birinchi o'rinda tak futbolkalardan tak qaysi birini olsak bo'ladi do'stlar? Bilib bo'lmaydi. Tak. Mana qanaqa? Mushkilasi normalniy ekan, lekin do'stlar shuni olamizmi? Давайте tepamizga buni olamiz, bo'lmasam do'stlar. Tak. Давайте buni olamiz. Olindi bu do'stlar. Tegimizga pants qidiramiz. Pantsdan qaysi birini olsak bo'ladi do'stlar? Buni oti nima edi? Classic Heavenmi? Shunaqa edi menimcha. Buni tegi yo'q bo'lsa kerak. O normalniy edi, lekin ja emas. Давайте boshqacha qidirib ko'ramiz do'stlar. Давайте. O dada oq bo'lsa undan ham zo'r yeydi menimcha, adashmasam do'stlar. Давайте. Do'stlar qidirishga kiramiz-da. White jeans deb yozamiz do'stlar. Jinsi. Tak, potdan pentsga kiramiz. Avvalo jinsni o'chirar ekanmiz do'stlar. Давайте white o'zini qilamiz-da. Pents qidiramiz do'stlar. Pents uruchga o'tdi do'stlar. Ichga o'tdi. Bu sal-pal liginaqa bir bo'lmaydi. Boygular bir xil shekilli menimcha. Давайте tezroq bo'lamiz. Ammo u birinchidagi zo'r, ammo lekin chiqib qolar. Давайте pastani boya tepadagi qanaqa edi adashmasam? Mamlaqa edi. Do'stlar boyaga qaytamiz-da, o'shani olamiz. Oq boraydi-yu boyaga. O'sha oq qanikin endi do'stlar yo'qolib qopti. Mana. Mana shu zo'r. Давайте buni olamiz do'stlar. Давайте. Chota Robuximiz ketyapti-da. Tak, bo'ldi. Skinimiz sizlarga yoqqan bo'lsa, обязательно like bosib obuna bo'lib qo'yinglar do'stlar. Qaranglar. Jinni va do'stlar. Bo'lmasam keyingi videolarda ko'rishguncha xayr. Ciao, kakao.